Amerika fuqarosi bilan nikohdaman, yaqinda green card bo'yicha suhbatga kiramiz. Mana shu suhbat davomida jinsiy aloqalar, intim munosabatlar haqida savollar berilishi mumkin. Azizlar, bu suhbat davomida immigratsiya xodimi sizdan, demak, bu nikohingiz haqiqiymi? Immigratsion imtiyoz va huquqlarni qo'lga kiritish uchun qilinganmi, yo'qmi, mana shuni aniqlashga qaratilgan savollar beradi. Mana shu savollarni berish davomida, demak, o'sha jinsiy aloqalarga tegishli bo'lgan savollar ham berilgan. Men shaxsan o'zim guvoh bo'lganman yoki boshqalardan ham eshitganman bu haqida. Xo'sh, bu holat ro'y berganda sizga berishim mumkin bo'lgan 3 ta asosiy eslatma bor. Birinchisi, bunday savol berilganda agar javob berish mumkin bo'lgan savollar kategoriyasiga kirsa, javob berishda ayb yo'q, azizlar. Misol uchun, oxirgi marta qachon jinsiy aloqa qildingiz degan savolga javob berishda unaqa nima desa bo'ladi, qanaqadir muammo bor, juda ham uyatli savol deb hisoblamagan bo'lardi. Ammo bilmadim, qanaqa pozitsiyada yoki qanaqa holatda o'sha jinsiy munosabatga kirishasiz kabi savollarga siz javob berish majburiyatiga ega emassiz. Ofitser, bu savolingizga javob berishni istamayman. Bu men uchun uyatli bo'lgan masala va hattoki sizdan yuqori turgan xodimni chaqirishingizni istayman, shikoyat topshirmoqchiman deb aytishingiz ham mumkin. Alohida savolga javob bermaganingiz uchun sizga rad javobi berilishi mumkin emas, azizlar. Chunki sizga berilgan savollarga berilgan javoblarni umumiyatni hisobga olib, e'tiborga olib, ularning hammasini o'sha o'lchovini olib, sizga keyin oxirgi javob yoki qarori haqida bildirishnoma yuboriladi. Ammo menga alohida o'sha nima desa bo'ladi, sizning intim munosabatlaringizga tegishli bo'lgan savolni berdim, siz javob bermadingiz, shuning uchun sizga rad javobini berdim deb javob berish mumkin emas. Xulosalaydigan bo'lsak, azizlar, agar umumiy xarakterga ega bo'lgan savol bo'ladigan bo'lsa va siz javob berishda unaqa agar o'zingizni o'sha uyatli holat deb hisoblamasangiz, javob berishingiz mumkin. Agar bu savolga javob berish uyatli masala men uchun deydigan bo'lsangiz, ofitser, men bu savolingizga javob berishni istamayman deb aytishingiz mumkin va umuman bizning o'sha jinsiy hayotimiz, intim munosabatlarimizga tegishli bo'lgan savollarni bermang. Biz bu savollar biz uchun uyatli, ularga javob berishni istamaymiz deb aytishingiz mumkin. Marylanddan dangalli salomlar.